bo'lsa Surxondaryoga olib ketamiz. Nima qilay? Soyusti buni qulayligi. Oldik, endi chiqarib borib minib ko'ramiz. Hamma olsin, yaxshi mashina ekan. Nasib qilsin hammaga. Hammaga nasib qilsin. Palvonga ham bitta nasib qilsin, palvon. Sizga ham nasib qilsin. Ana buvamga nasib qilsin, momani mindirib, qarg'agan choqqa yuradi-da. Mama bilan qiynalmay choy qaynatayotgan joyi bor ekan mana degan. Ko'mir taylab qo'yasiz, qizib ketaveradi xona. Ha. Tog'a Surxondaryoning qayeridansiz? Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanidan. Qumqo'rg'on. Ha. Meni kursdoshlarim bordi Qumqo'rg'onda. Qumqo'rg'onda yaxshi joy Qumqo'rg'on. Ana shu yerga borib minaylik bitta bundan. Qishloqda bitta bo'l ekansan nasib bo'lsa. Xudo nasib qilsa yonasiz inshaalloh. Xudo xolasa. Hammaga nasib qilsin. Mana telefonni beanovom zaryadlab ketaverar ekan. Shunur kerak emas ekan. Shunday. Qaysi paysasidan oldingiz? Benzinlikmi, gibridmi? Yo, benzinli 9 soyuz degandi, 09 dan. Nasib qilsin, tagidan shamol tursin. Shunday bo'lib tursin. Sizga ham ishingizga omad. Rahmat. Sizga ham anavimiz ko'p tarqalaversin, layklar ko'p bo'laversin. Biz doim sizga layk bosib kelganmiz biz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizga rahmat sizga ham. Rahmat kattakon. Soyuz modellarida yangilikni zo'ri chegirma kerakmidi? Bayram munosabati bilan qarshi oling. 100 million so'mgacha chegirmalarni boshlab yubordik, faqatgina soni cheklangan ekan. Video sirazi olib sirazi qo'yaman, ya'ni soni cheklangan hisobiga ulgurdi, ulgurmagan boshqa narsa deb bo'lmaydi. Xo'p, 19-dekabr 2025-yil sanasida videolarimiz syomka qilinyapti. Hammaga assalomu alaykum. Humoyinuz kanalining obunachilari, jigarlarimiz, Soyuz avtomobilining ishqibozlari. Sizlar uchun yangi yilga zo'r nasib bo'lsa chegirmalar bilan videoni qo'yib beramiz. Adviy akamdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum, Humoyun aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Tinchmisiz aka? Avvalambor assalomu alaykum, Humoyun uz kanali obunachilari. Hammangizni Soyuz Buxoro avtosalonida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va albatta kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklagan holda video obzorimizni boshlaymiz. Aynan yangi yil oldi, va'da qilinganidek, endi Soyuz Buxoro avtosaloni yangilik qilishni to'xtamaydi degandim. Shunday. Xo'p, juda ham katta aksiya e'lon qildik. Batafsil ma'lumotini avtosalonni o'zida berib o'taman. Endi yangi yil oldi, yurtdoshlarimiz yangi mashina minish niyatida, misol yangi mashina xarid qilay, yangi yilni yangi mashina bilan kutib olay degan niyatda bo'lsalar, aynan sizga Soyuz Buxoro avtosaloni hamma vaqt yordam berishga tayyor. Keting Humoyun aka, salonning ichida aka obzorni qilib boshlaymiz aka. Xo'p, manzilni bitta eslatib o'tadigan bo'lsak, Buxoro shahar Gazlishoh ko'chasi 500-uy, Soyuz logotiplari shundoq bu yerda. Karvon chorrahani, Karvon bozor chorrahasini shundoq o'tganingizda prezentatsiyasini shundoq ko'rasiz. Bu yoq tarafimiz esa Pluston restorandan shundoq o'tib qarshi tomonga chiqib ketish yo'li. Bo'lmasam avtosalonga kirib videomizni boshlaymiz. Avtosalonga kirishimiz bilan akajonlar, nasib bo'lsa yangi yil kayfiyati avjida. Tog'amiz bizlarni kanalimizda kuzatuvchilari, obunachisi ekan. Assalomu alaykum. Tog'ajon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi. Charchamayapsizmi? Qanaqa mashina sotib oldingiz? S09 S09dan. 2 turbinalik ha. Hop, qayerdan keldingiz o'zi? Surxondaryodan. Surxondaryo Qiziriq rayonidan. mana aka, Qiziriqdan obunachilarimiz bo'lsa, shu yerdamiz deb yozib qoldingiz-a? Ha. Mayli, xo'p. Tog'ajon, yaxshilaringizga xizmat qilsin mashina. Rahmat. Halidan doim shamolingiz tursin. Rahmat. Nasib bo'lsa yangi yilga yaxshi niyat bilan, yangi mashina bilan boshlayotgan ekansiz. Alloh Rahmat. barakali qilsin. Rahmat. Muhiddin aka, mashinalar muborak bo'lsin aka. Rahmat, rahmat. Bizni qayerdan kuzatib kelyapsiz aka? YouTube'dan aka. YouTube'dan 1,5 yil bo'ldi sizni ko'rib keldim. Baraka toping aka. Aytilgan bonuslar qilib berildimi aka? Qilindi hammasi. Bir kun mehmon bo'ldingiz aka. Bo'ldi. Yaxshi kutib olishdi aka. Yaxshi, rahmat. Bonuslar hammasi qilib berildimi aka? Yaxshi. Aka, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Mashinalar yana bir nasib qilsa, yangi yillarni yaxshi kutib oling aka. Rahmat. Yaxshi kunlar ko'rishaylik aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Tog'ajon, kattakon rahmat. Xo'p, rahmat sizga. Yaxshi ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik. Rahmat kattakon. Yaxshi kayfiyatda videorolikamizni ham boshlaymiz. Men bitta quvongan tomonim, tog'amiz o'zimizni obunachilarimizdan ekan. Albatta, yana bir obunachingiz Muhiddin aka, u kishining ismlari aka. U kishi
Surxondaryo viloyati Sangardakdan ekanlar aka. Oho. Muhiddin akamiz aka kecha kelishuvda o'xshagan mehmonxona qilib berdik. Mashinalarni trading qilib berdik aka va adashmasam 1 soatdan keyin dokumentlari polностью bitadi aka. Mana aka. Obeddan keyin nasib bo'lsa yo'lga chiqarib yuboramiz aka. Xudo Albatta. xolasa. Hop, Humoyun aka, ko'rib turganingizda showroomda barcha modellar bor, barcha ranglari nal ichida bor boya aytganimda. Hop, bir boshdan aka S07 modellarimizdan boshlasak, aynan shu aytib o'tilgan yangiligimiz aksiyamizdan aka bir qismi S07 modellarimizga tegishli hisoblanadi aka. Qarang. S07 modellarimiz, S09 modellarimiz har ikkala model aka 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi va eng asosiysi premium klassda. 200 ming kilometr old yil kafolati bor aka. Mana aka. Qarang. Ana endi bir boshdan ma'lumotini bersam, aynan shu ko'rib turgan modelimiz aka Southwest S07 ni Comfort PSS hisoblanadi, birinchi PSS aka. 1.5 litr объем, turbo MPI dvigatel aka, 150 oltita o't kuchi, naq. Shahar ichida rasxodi 7 litr aka. Metan propan 100% tushadi aka. Полностью koja salon, komfort maksimalni aka. Qisqacha bitta shu salon ichini ham ko'rsatib o'tsak aka, keling. Marhamat. Xo'p, akajonlar, bu birinchi paysa bo'lishiga qaramasdan tepada panorama lyuki bor, abagrev abduflari, xudo xolasa sidina pamitlari ham bormi? Albatta aka, полностью koja salon, elektrousiliный rul, splashnoy tablo monitor, 1,5 kvadrat kattalikka ega panoramniy lyuk. Голосовой управленияgacha bor aka. 360 gradus kamera va qo'shimchasiga elektronniy bagaj. Ko'rishingiz mumkin aka. Mana aka. Premium class va bu hali hammasi emas, eng asosiysi buni tan narxida hisoblanadi aka. Xo'p, qarang. O'zini aka sotuvdagi tan narxi 364 million. Chegirmada narxi 338 million. Xo'p. Aka o'tgan videoda aka bu aksiyada aka qarang 320 millionga tushirib qo'ydik. U hammasi sotilib bo'lindi aka. Endi ko'pchilik ulgurmadi, ko'pchilikning talab istagiga binoan aka biz yana avtomashina keltirdik aka. Mana. Boya aka o'tgan videomizda ham aytganimda yangilik qilishda Suyuz Buxoro avtosaloni to'xtamaydi. Va qarang, va'da endilikda siz aynan shu Southwest S07 ni komfort pozitsiyasini qarang aka, 320 million ham emas aka. Hop, 315 millionga keling xarid qilib olib ketishingiz mumkin aka. Yana bitta gap aka, ma'lumot o'rnida aytishim lozim aka, qarang. 315 millionga O'zbekiston bozorida bunda bol komfort 7 kishilik premium klassdagi avtomashinani aka topa olmaysiz aka. Shunday lekin ha. Yillab qidirib. Va yana qarang, shu narsani ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart. Endi ko'pchilikning fikri bo'yicha yangi yildan keyin narxlar tushadi, rastamoshga tushadi, bo'lmagan gap. Narxlar ko'tariladi albatta. Prognozi bor, inomarkalarning narxi ko'tariladi. Shuning hisobidan Suyuz Buxoro avtosaloni bu aksiya qilib bermoqda aka, qarang, bu xalqimizga qulay bo'lsin degan maqsadda. Yangi yil oldi, ko'pchilik mashina olishim kerak. Mashinada, misol, mashina olaman deb niyat qilib yurgan yurtdoshlarimizga qulay bo'lsin degan maqsadda Suyuz Buxoro avtosaloni yana imkoniyat yaratib bermoqda aka. Va eng asosiysi, e'tibor qilishlarini so'rayman. Qarang aka, aksiya muddati cheklangan 25-dekabrgacha aka. Va ranglarida cheklovlari bor aka. Oqidan ham bor aka, qorasidan ham top beramiz aka. Qora oqda muammo bo'lib turgan bir vaqtda endilikda qora oq ranglari bor aka. Bemalol kelib ulgurishlarini so'rab qolamiz albatta. Nimaga deganda, mashina soni, rangi hamda aka aksiya muddati cheklangan. Akajon, bitta savolimiz. 315 millionga Suyuz S07 ni birinchi paysani hamma rangidan olsa bo'ladimi? Harakat qilamiz aka. Xudo xolasa. Imkon qadar bor. Yana shu ertalab bir treyler keldi aka, yana bir partiya keldi. Uni ham ko'rib beramiz bazadan. Faqatgina ulgurib qolishlarini so'rab qolamiz. Nima uchunki noyabrning oxirida aksiya boshlangan paytda aka, qisqa vaqt mobaynida 60 dan 70 ta avtomashina aka bir hafta kun ichida sotildi. Oho, mana aka. Juda ham tez sotiladi. Albatta endi ko'pchilik ulgurmagan hisobidan aka, ko'pchilikning talabiga binoan endi biz aka yangilik qilib berdik hamda sharoit yaratib berdik. Endilikda kelib bemalol xarid qilib olishlari mumkin. Va eng asosiysi, qarang, o'zini tan narxida bo'lsa aka, xohlagan to'lov usulingiz bor aka. Xohlagan to'lov usulingiz bilan o'zini tan narxida olishingiz mumkin. Belgilangan tan narxida 364 millionga aka. Yana bitta narsani eslatib o'taylik. Xo'p, rassrochka bor modellarga. Rassrochka bor, faqat o'zini belgilangan tan narxida. Aksiya chegirmada rassrochka amal qilmaydi. Naqdga avtokreditga olsam, albatta. O'zi bu naqdga belgilangan. Endi yurtdoshlarimizning hozir qo'limda pulim kam, 6-7 oydan keyin pulim bo'ladi, to'liqdan yopish imkoniyatim bor degan maqsadda biz aka yordam tariqasida avtokreditga chiqarib beramiz aka. mana joningiz sog' Shunday. bo'lsin. Xo'p, keyingi pozitsiyamiz aka Southwest S07 ni luxury bazaviy komplektatsiyasi hisoblanadi aka. Aynan shu ko'rib turgan modelimiz. Bunda aka 1.6 litr объем, turbo GDI dvigatel aka, 197 ta o't kuchini tashkil etadi aka. Shahar ichida o'rtacha rasxodi aka 7-8 litr. Komforti juda ham maksimalni aka. Bu mashina o'zi uchun o'zi gapiradi. Qisqacha bilan ko'rsatib bersak aka, marhamat.
Bularda adaptivniy cruise control. Aka barchasi bor aka. Nima funksiya desanglar, xullas hammasidan topiladi. Barchasi bor. Va eng asosiysi qarang aka. Sovis modellarida aka har bir o'sha model konverti uchun 7 xil rang ajratilgan. S07lar uchun alohida 7 xil, S09lar uchun alohida 7 xil. Va siz bemalol kelib, xohlagan rangingizni tanlab olishingiz mumkin va bu hali hammasi emas. Salonni hattoki ichki rangini tanlab olish imkoniyatiga egasiz. Qarang, bir so'm pul talab qilinmaydi. Hammasi tarifning o'zida. Ya'ni belgilangan narx u aksiyada bo'ladimi, chegirmada bo'ladimi, rasochkada bo'ladimi, farqi yo'q. Narx o'zgarmaydi. Bir xil. Xudo xohlasa mana. Salonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Barcha funksiyalari bor. Aka, qarang. Shu 25-yildan nima sizga kerakli funksiya bor aka? Barchasi bor. Hattoki aka haydovchisiz o'zini o'zi boshqarish tizimi bor aka avtomobilda. Va eng asosiysi 200 ming kilometr naqd 6 yil kafolati bor aka. Servis xizmati o'zimizda, narigi ko'chada emas, yo'ldan u tomonda emas aka. O'zimizda. Zapchast kerakmi? Zapchastga muhtoj bo'lmagan avvalambor, xohlagan zapchast ehtiyot qismimiz bor. Kapot deysizmi, bamper, fara, krilo, eshik, barchasi bor aka. 6 oy, 7 oy, 1 yil kut, Xitoydan kut bunaqa muammolar yo'q aka bizda. Tushunarli. Xo'p, ana endi asosiy tannarxiga qaytsak, asosiy tannarxi aka 403 million tashkil etadi. 403 million. Premium klass aka. Qanchaga qilib beramiz buni? Aka, qarang. Barcha to'lov usullari bor. Belgilangan narx asosida. Naqd, avtokredit, perechисление, foiz penallarsiz, rassojka imtiyozi bor. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatdan kelib bitta pasport evaziga o'z otlarga o'zlashtirib olishlari mumkin. Chegirmasi bor albatta. Chegirmada aka 364 million. Shunda aka salkam 40 million chegirmada turibdi aka. 364 millionga olib chiqib ketsa bo'ladi. Albatta. Kredit amal qiladi bemalol. Albatta aka. Xo'p, keyingi modellarimiz bu S09 modellarimiz hisoblanadi. Juda bahaybat mashinalar aka, baquvvat mashinalar hisoblanadi aka. Hozirda S09 modellarimiz aka 6 xil komplektatsiyada sotuvda mavjud. Qarang. Birinchi pozitsiyasi panorama lyuki. Yo'q. Ha, panorama lyuksiz ya'ni. Tannarxi 403 million. Barcha to'lov usullari bor. Naqd, avtokredit, perechисление 3 yilgacha aka foiz penallarsiz, rassojka imtiyoziga xarid qilib olishingiz mumkin aka. Bemalol. Tannarxi 403 million. Keyingi modelimiz Sovis S09 ni Comfort Plus, yangilangan Comfort Plus pozitsiyasi hisoblanadi aka. Bu ikkinchi pozitsiya deyiladi. 1.6 litr объем, turbo GDI dvigatel aka, 197 ta o't kuchi. Va qo'shimchasiga 1.5 kvadrat kattalikka ega panoramli lyuk aka. Va yana qo'shimchasiga barcha ranglarning ichida bor. Endilikda qora desangiz qora, oq barcha ranglari bor aka. Bemalol kelib tanlab olish imkoniyatiga egasiz aka. Hattoki mana bunaqa to'q yoshli ranglargacha. Albatta, o'sha trenddagi Mountain Grey ranglari ham hozirda nal ichida bor. Endi adashmasam bu rang aka 3-4 oy oldin to'lov asnosida zalog bilan aka, zakaz bilan keladi aka. Endilikda nal ichida bor. Xo'p. Yana aka keyingi pozitsiyamiz bu Sovis S09 ni premium pozitsiyasi hisoblanadi. Aynan katta chegirma, shu aytib o'tgan modelimda hisoblanadi aka. Tannarxi 429 million. 2 turbina, 254 ta o't kuchi, zavodskiy Michelin ballonlarida aka. Barcha to'lov usullari bor. Qarang. O'tgan videoda chegirmadagi narxi aka 370 million 500 edi. Shunday. O'zini umumiy hisobdagi tannarxi 429 million. Salkam 60 million chegirmada turuvdi. Endilikda aynan shu Sovis S09 ni premium pozitsiyasini 2 turbina Michelin ballonlarida aka tannarxiga aka alohida e'tibor bersak 330 million aka. Umumiy hisobda 100 million chegirmada aka. Bemalol agar qiziqishlari bo'lsa, O'zbekiston bozorida ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart. 2 turbinalik dvigatelli, xohlagan modeli, xohlagan brenddagi avtomashina aka O'zbekiston bozorida tannarxi 450 milliondan baland turadi aka. Shunday ekan. Va lekin bu Swiss modellarining ustunligi shundaki aka, komfort jihatdan ham, kafolat jihatdan ham aka xohlagan, hattoki dunyo tanigan brendlardan ham aka kafolati kattaroq hamda imkoniyatlari kengroq. Endi ko'pchilik maqtaydi, maqtashadi deyishadi. Aka, men har videomda ham aytib o'taman, Sovis modellar maqtanishga muhtoj emas. Faqatgina qarang. S09 premium pozitsiyamiz 100 milliondagi chegirmadagisi aka, soni cheklangan. Kuniga 2-3 talab sotilyapti aka. Adashmasam 1-4-5 ta bor, uni ham harakat qilamiz aka yetkazib berishga. Agar xarid qilmoqchi bo'lsalar, misol yangi yil oldi, bron qilishlari mumkin. Zalog tashab, shartnoma qilish asnosi orqali aka. Ha, demak, shu salonga misol uchun kelmasdan turib ham shartnomani zalog tashab olib qo'ysa. Albatta. 3 kun, 4 kun aka saqlab olish imkoniyati bor. Mana shuning uchun ham videoni srojni qo'yib yuboramiz. Albatta. Xo'p. Keyingi pozitsiyamiz aka S09 ni Premium Plus pozitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu 4-komplektatsiya hisoblanadi aka. Bunda ham
2 litr объем turbo dvigatel aka GDI 254 ta o't kuchi, ya'ni o'zimizning tilda 2 turbina. Shunday. 254 ta o't kuchi, zavodskoy Michelin ballonlarda. Mana. Va yana qo'shimchasiga aka lyuk degan yoki panorama kerak degan yurtdoshlarimiz uchun 1,5 kvadrat kattalikdagi aka panoramli lyuk. Va yana qo'shimchasiga salonda aka juda ham ko'p funksiyalar hamda aka qulayliklari yana bor. Yana qo'shilgan aka komplektatsiyada. Va qarang, shuncha qulayliklar bo'lib turgan bir vaqtda tan narxi o'zgarmagan holatda sotuvda mavjud aka 429 million. 429 million tan narxi, barcha to'lov usullari bor. Naqd avtokredit, перечисление, foiz penallarsiz rasrochka imtiyoz orqali xarid qilib olishlari mumkin va eng asosiysi barcha ranglari наличиеda bor. Oq desangiz oq, qora desangiz qora. Endi hozirda aka oq qora bizda inkubator. Shunday yani. Shuning hisobidan oq qora bor aka. Hattoki ana shu Mountain Grey rangi ham aka 2 turbina model hisoblanadi. Bemalol kelib aka ortiqcha to'lov shart emas. Faqat kelish kerak, ko'rish kerak. Aka amalda sinaganga yetmaydi 100 bor videoga ko'rgandan ko'ra. Shunday. Gapni ochig'i. Bemalol kelsinlar, ko'rsinlar. Xo'p, tan narxini tanishtirib o'tdim, to'lov usullarini tanishtirib o'tdim va bu hali hammasi emas. Aka qarang. Tan narxidan chegirmasi bor. Salkam 40 million, 390 millionga chiqarib beraman aka. Mana. 390 millionga chiqarib beraman. Xo'p, ana endi keyingi modelimiz aka zamon talabi bo'lmish gibrid modellari hisoblanadi. Ya'ni ana ko'rib turgan modelimiz aka Sovis S09 ni Pro komplektatsiyasi aka. Tan narxi 474 million 500. Qarang. Zapas tok yurishi 100 km aka. 100-120 endi aka kondisioner pechkani hisobidan o'zi aka 100 yurib beradi aka. 100 ham bu kam emas aka. 2 kun aka bemalol shahar ichida ishingizni qilib beradi, ya'ni ishingizni bajarib beradi aka. Ma'lumotini bersam, bu modelimizni aka dvigateli ikkita hisoblanadi. O'zini asosiy elektro dvigateli hamda 1.5 litr объемdagi GDI turbo dvigatel aka. Ikkita dvigatel bor. Shaharning ichida o'rtacha rasxodi 4 litrdan 5 litrgacha rasxodiga javob. Ana endi bak hajmi, benzin bak hajmi ya'ni aka 60 litr tashkil etadi va siz 60 litr polni bak benzin bilan aka 1200 km yo'lni aka bemalol bosib olasiz aka. Ya'ni aka o'zimizning tilda aytaman, bu modelimiz aka городской crossover emas, shaharning ichida yurib aka perivalga chiqa olmay, bu soat qilayotgan modellardan emas aka. Hozir ko'rib turibmiz aka internetda. Aka xohlagan yo'lingizga olib chiqadi, xohlagan yo'lingizga olib kiradi aka. Qarang, kapot tagida har ikkala dvigatelning umumiy hisobdagi o't kuchi 271 dan tashkil etadi aka. Ya'ni bu modelimiz aka sayohatga mo'ljallangan. Xohlasangiz galalyot deysizmi aka, perival deysiz, cho'l deysizmi aka, mashinani sezasiz umumiy hisobda. Shundayda benzinga faqatgina 95 markali benzin. Aka 91. 91 mi? 91 plus. Ya'ni bular Euro 5 modellar aka. Qarang, endi 80 da aka bu mashinalarda yurishlar uyatliroqda aka. Qarang. Qolmadi-ku, bashda. 7 kishilik premium klass, barcha qulayliklari bor, ekonom. Va qarang, yana bir qo'shimchasiga plus tomoni shundaki, uy sharoitida quvvatlash juda ham soddalashtirilgan. Uy sharoitida aka rozetkamizni quvvati 3 kilovat tashkil etadi aka va siz 3 kilovatni o'zidan qarang 20% dan 80% gacha to'liq quvvatdan chiqarasiz aka 210 minutda. Bu ya'ni 3,5 soat tashkil etadi aka. Qarang, 6 soat kut, 7 soat kut va yana qo'shimchasiga qarang, bosh og'riqlarsiz. Bunga stabilizator shart emas, stansiya shart emas, agregat shart emas. Faqatgina bitta 0 faza tortasiz, zazimleni. Xolos aka, uy sharoitida. Uy sharoitida to'liq quvvatdan chiqsa aka, bu so'mda narxi adashmasam bir 7 ming, 7,5 ming pul tashkil etadi aka. Bitta kolan puli bo'lyapti. Bitta 05 kolan puli aka. Qarang, juda ham ekonomli va mashinaning uzunligi salkam 5 metr, balandligi 180, eni 190, 195 aka. Ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Tan narxini bo'ya aytdim, 474 million 500, umumiy hisob 470 million. Plus minus. Aka barcha to'lov usullari bor. Naqd avtokredit, перечисление, foiz penallarsiz aka, rasrochka imtiyoz orqali ham xarid qilib olishlari mumkin. Chegirmadagi narxi aka 435 million 500. Ana endi aksiyadagi narxi aka 100 ming kam 410 million. Mana aka. Bu modelimizdan ham tugavdi. Yana yangi partiya keldi. Yana yangi partiya keldi aka. Bu hammasi xalqimiz uchun aka, qulay bo'lsin degan maqsadda 410 millionga 64 million chegirmada turibdi aka. Mashinani xarid qildingiz, undan bitta Dexaravon, Sparkni yana aka olmasangiz ham puli qisangizda turadi aka. Xo'p, keyingi modelimiz Sovis S09 ni bazaviy komplektatsiyasi, ya'ni full pozitsiyasi max hisoblanadi aka. Tan narxi 494 million. Barcha to'lov usullari bor. Naqd avtokredit, перечисление, foiz penallarsiz, rasrochka imtiyozi ham bor hattoki. Qarang. Har ikkala modelimizni
asosiy farqi faqatgina aka salondagi funksiyalarda hisoblanadi. Dvigatelning hajmi, dvigatelning o't kuchi, zapas xodlari, qarang, tokda yurishi, polni bak hajmi va polni bak benzin bilan shu boya aytib o'tilgan 1200 kilometrni har ikkalasi ham aka bosib beradi. Texnik jihatdan aka bir xil. Faqatgina 4 ta farqi aka bu salonning ichidagi funksiyalarda hisoblanadi. Qisqacha qilib aka shuni tushuntirib bersam, birinchi farqi aka salon podsvetkasida. Narigisida yo'qmi degan savollarga javob aka narigisida bor, faqat bir xil rangda yonadi. Bu bazaviy komplektatsiyada xohlagan rangingizga o'zgartirishingiz mumkin, hattoki musiqa ritmi bor. Ikkinchi farqi aka bu sideniya xotirasi, ya'ni pamit sideniyada hisoblanadi. Uchinchi farqi orqa qatorlar, ya'ni orqa ikkala qator uchun tepadan berilgan ventilyatsionni shaxta, ya'ni bu o'zimiz tilida deflektor deyiladi. Deflektorlar. To'rtinchi farqi bu bagaj ochilishida. Ya'ni mashinaga yaqinlashganingizdan keyin logotip hosil bo'ladi aka. Logotipga oyog'ini bosgan holatda bagaj o'zi avtomatik tarzda ochiladi aka. Farqi shunda. Qolgan aka kuzov, salon dizayni, salondagi funksiyalar barchasi bir xil. Ana endi barcha to'lov usullari bor dedim aka. Chegirmadagi narxi 455 million. Chegirmada. Aksiyadachi? Aksiyada aka 100 milliondan 420 million. Mana aka. Ranglari, soni, aksiya muddati cheklangan aka. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart. Xudo xolasa. Mana akajonlar, xudo xolasa hamma mashinalarni deyarli birma-bir obzorlarni qilib chiqdik. Kelib, ko'rib, bemalol o'zlari ishonch hosil qilib, aksiyadagi narxida olishlaringiz mumkin bo'ladi. Albatta va eng asosiysi Suis Buxoro avtosalonida servis xizmati bor. Yana bir bor ta'kidlab o'tishim shart. Barcha zapchaslari bor, barcha xizmat turlari bor. Motoris, elektrik, hadavik, razval, balansirovka deysizmi, moy almashtirish deysizmi, hattoki propan o'rnatishi ham aynan Suis Buxoro servisida. Ya'ni siz bundan qanday foyda olishingiz mumkin? Propan o'zimizda o'rnatsangiz, kafolatdan chiqmagan holatda 6 yillik kafolatni o'ziga aka 1 yil kafolat qo'shib beriladi aka. Mana sizga qulaylik aka. Endi hammasi aka o'zimizning xalqimiz uchun va albatta aka Suis Buxoro avtosalonida test drive xizmati bor. Bemalol kelib, endi 100 bor videoda ko'rgandan ko'ra bir bor kelib aka haydab ko'rib, buni aka real hayotda ko'rganga yetmaydi. Xohlagan modelingizni S17, S19 gibrid modellarini ham haydab ko'rish imkoniyatiga ega. Mutlaqo tekin, pul kerak emas. Faqatgina aka sizdan fuqarolik pasporti, haydovchilik guvohnomasi aka talab qilinadi xolos. Va yana qo'shimchasiga Suis Buxoro avtosalonida trading xizmati bor. Avtomashinangiz bor, sotmoqchisiz aka. Bozordan bozorga sarson bo'lishingiz shart emas aka. Bemalol kelib Suis Buxoro avtosaloniga trading xizmatidan foydalansangiz, biz avtomashinangizni bozor narxida xarid qilib olamiz. Albatta insof doirasida va siz shu asnosida bizdan avtomashina xohlasangiz narx, avtokredit, rassrochka bilan olishingiz mumkin ekan. Xo'p, akajon, mana shu tradingga ham bitta oydinlik kiritib ketaylik. Inomarkalarni ham olasizmi yoki faqat JM mashinalar? Aka, Ladalarni ham olamiz. Lada, inomarka, olamiz. Endi holatiga qarab, yiliga qarab, aka albatta endi bozor narxida insof bilan aka olamiz. Muammo emas aka. Viloyatdan keladigan yurtdoshlarimiz uchun aka, qarang. Imkoniyatlarimiz bor, tekin mehmonxona, buxorocha osh, obedga bo'lsa, kunni qaysi vaqtidan qat'iy nazar kelishlariga qaramay aka, ertalab bo'ladimi, zavtrak kechasi bo'ladimi, o'sha hammasi avtosalonni o'zini hisobidan aka. Parok, polni qo'shib beramiz aka. Va o'zimiz so'rab kelganlar uchun ideal bitta bonusini ham qilib beraman aka. Imkon qadar. Xudo xolasa. Aksiyalar soni, mashinalar soni, muddati cheklangan. Ulgurib qolishlaringizni so'rab qolamiz albatta. Va yana bir bor hammangizda yangi yil bayrami aka muborak bo'lsin. Hammangizni Suis Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Tanlovda adashmang. Xudo xolasa. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, maksimalni podдержка qilib, birdan odam layklarni bosib qoldirgan akajonlarimga hammangizga Alloh rozi bo'lsin. 100 millionlik qariyb aksiyalar muddatlari cheklangan ekan. Bemalol kelib, xonadoningizga yangi yil oldi yangi avtomobilni bo'lib qolsangiz, siz qatori men ham juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog'lik salomatlikda bari butunlikda ko'rishguncha.